Alloh insof bersin bunaqa odamlarga. Atmen bosib yubor deyishini. Ko'p-katta odam farosatli, bolalariga shunaqa tarbiya beradi, birovni ovora qilib. Переводи с армянского. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men stroyka bo'layotgan ekan, katta fura turgan ekan, o'shani oldida turibman. Alo, assalomu alaykum. Qaysi tarafdasiz? Shuni Novostroyka qurilayotgan ekan, o'shani shunday tagida turibman. Novostroyka qanday kirib qoldingiz? Shunday? Devorib qurolgan. Yo'q, ichiga kirmadim, tashqarisida turibman. Navigator olib keldi shu yerga. Qarang, mana orqagamga qaytib chiqing, qanaqa mashina? Cobalt manda. Qanaqa uyda ichidan chayqatib chiqqanga bunaqa borib qoldingiz? Ay, men bilmayman, navigatsiya shu yerga olib keldi, ichkarini ko'rsatyapti va stroyka bo'layotgan joyi. Qora Cobalt deysizmi? Oq Cobalt. Bitta ham oq Cobalt yo'q. Siz narigi tarafdan kim Novostroyka tagiga to'xtagansiz? Ha, shunaqa Novostroykani tegdi. Yo'q, unaqa emas. Yerlik uchta boshiga. Oldingizda KPP bormi? Yo'q, hech qanaqa KPP yo'q. Yo'q, yoki anaqa bormi? Qanaqa? Novostroyka bor, nimadir sohilmi, nimadir degan Novostroyka bor-ku, o'shani shuni oxirida. Yo'q, yonimda 2 etajli kirpish anaqalar bor, 2 etajli uylar bor. Alo. Au, turkan qo'yib qo'ydinglar, gapirmasdan qattasizlar o'zi. 453-domni bizniki. Atmen bosib tushuntirib o'tirasanmi? Alloh insof bersin bunaqa odamlarga. Atmen bosib yubor deyishini. Ko'p-katta odam farosatli, bolalariga shunaqa tarbiya beradi, birovni ovora qilyapsiz, bilasizmi? Parosating yuri, ko'p-katta ona bolalariga shunaqa tarbiya bersa, parosating yuriysan, iplossi. Tarbiya berayotgan miyangiz ana shakka o'xshagan. Mana ko'rsataman. Men hozir yurib chiqib kelyapman. Lokatsiya qanaqa turibdi mana. Lokatsiya mana bu domda turibdi. Men mana shunday yurib keldim. Bu yerda kirish yo'q ekan. Atmen bosib yubordi, parosating yuri, iploslar. Bu iplos deymiz-da, boshqa nima, qanaqa so'kishimiz mumkin? Iplos deyiladi, bo'ldi. Bu emotsiyada chiroyli so'kish hisoblanadi. Emotsiyada men kamerada chiroyli so'kayotganim bu. Agar hozir kamera bo'lmaganda men o'zim bilardim qanaqa so'kishni. Bu bitta men emas, butun shopirlar xuddi shunaqa so'kishadi. O'zingizlar baho beringlar. Necha kilometr yurib kelyapman, noto'g'ri urib qo'yishgan lokatsiyani men aybdor. Tushuntirib o'tirasanmi, atmen qilib deydi. Plus. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, xonadonlar, tinchmi, oila xotirjammi? Sizlar bilan yana men taksi polvon, ya'ni Murod Rashidovich. Ko'rgan videolarni ozgina batafsil tushuntirib beraman. Qaranglar, bu o'tgan holat, hop, Uklon taksida zakazga kelyapman. O'zigisi lokatsiyani noto'g'ri urib qo'yib, men uyda o'tirib uryapman-ku deyapti, agar eshitgan bo'lsanglar. Bu birinchisi. Asosiysi, men yetib kelishim bilan telefon qilsam, telefonligi o'chib berdi va kutib o'tirdim. Kutib o'tirganimdan keyin telefon bo'yotdi-da, eng yomon ko'rgan vaziyatimga uchrayapman. Ya'ni
yosh bola bo'lib turib telefon qilyapti, na salom bor, na boshqa, qayerda turibsiz deyapti. Qarang, qayerda turibsiz deyapti. Xo'p, agarda mani telefon nomerim boshqa bo'lsa-chi, mani nomerimni yoshi katta inson ishlatayotgan bo'lsa-chi, yoki taksi qilib kelayotgan odam, ya'ni oldiligiga kelayotgan taksist yoshi katta, yoshi ulug' inson bo'lsa-chi, qani bizani madaniyat, qani bizani urf-odat? Na salom bor, na boshqa, qayerda turibsiz, qarang, qayerda turibsiz deyapti. Xo'p, u ham mayli. Men o'sha tarbiyasi chatoqroq ekan dedim, ozgina videoda ko'rdinglar, asabim o'ynadi deb va o'zim salom berdim birinchi. Undan keyin salomga salom bilan qaytardi. Va onasi oldi tarbiya qattaligi, xo'p, tarbiya kim berganligi, tarbiya bergan insonga ham tarbiya kerakligini keyin tushunib yetdim. Yo, noto'g'rimi gapim? Qani fikringlarni kommentariyada, ya'ni izohda qoldiringlarchi, bir ko'ringlar, noto'g'ri gapiryapmanmi? 12 soat ish rejimimda oxirgi 12-soatda bo'layotgan holat. O'zi charchab turibman, hech narsa yoqmayapti. Shunda ham qayerdasizlar deb qidirib, misol uchun oldingisiga borardim. Videoda yaxshilab eshitgan bo'lsanglar, telefonda birinchi telefon qilgan o'zida yonida qanaqadir yana bir farzandi, menimcha o'g'il bola bo'lsa kerak. O'zi Yandex chaqirish kerak edi. Yandex chaqirmadi, mana bo'layotgan holat deyapti. Eshitdinglarmi? Va menga tushuntirishyapti, agar to'liq mamlaqa joyda turibmiz, mamlaqa joyga keling deganida, men o'sha joyga borardim. Yo'q demasdim, chunki men u yerda vaqt yo'qotib qo'ydim. Va oldiga borib ularni olib ketardim. Ular uni o'rniga nima qilishyapti? Ko'chada kelayotgan liboy bitta mashinaga ko'chagacha yetib olay deyishyapti. Men eshitib turibman. Sizlar ham eshitdinglar menimcha. Shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lyapti. Nafaqat Uklon taksida, balki boshqa taksilarda ham xuddi shunaqa holat ko'p bo'lyapti. Hurmatli mijozlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Taksistlar faqat chapay chalgani, o'ynagani, mazza qilib ko'chani aylanib yurgani chiqadimi ishga? Nahotki taksistning vaqti ketyapti, taksist meni oldimga shuncha kilometraj yurib kelyapti degan fikr, o'y, xayol bo'lmaydimi sizlarda? Men vashsha hayron qolyapman. To'g'risi, men juda hayron qolyapman. Bizani mentalitet qani, bizani madaniyat, urf-odatlar qani? Birovni vaqtini o'g'irlash, bu birovni haqqini o'g'irlash bilan teng. Gapimga qo'shilasizlarmi? Kimda kim podpiska tugmasini bosmay ko'rayotgan bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishlarini so'rab qolardim. Joninglar sog' bo'lsin. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariyada o'z izohinglarni qoldirishinglarni ham so'rab qolardim. Sizlar bilan yana men taksist polvon, ya'ni Murod Rashidovich bo'ldi.